kirib kelishimizdan o'zidan uyni qanaqa chiroyli va zo'r nastroykaligini bilsak bo'ladi. Meni bo'yim 1.82, lekin patologini qarang, balandligini juda ham chiroyli remontda bitirib berishgan ekan. Xo'p, tashqaridan kirib kelar ekanmiz, bizani mana bunaqa prixojniy shkaflarimizda kutib oladi. Bu podyezdga chiqish va xatnoy eshigimiz. Kirishimiz bilan chap qo'lda bizani birinchi общий sanuzel kutib oladi. Hamma sharoitlar bilan tayyor qilingan ekan va mana bu joyda ayollarimiz yoqtiradigan oshxona. Oshxonada ham stol zona konditsionerlarigacha qo'yilgan va oshxona mebellarni qarang, qanaqa chiroyli qilib qo'yishgan. Oppoqqina. Xo'p, duh kontur orqali istiladi, hamma xonalarda o'zini cho'pli pollarigacha o'rnatib ketishgan ekan. Xullas, kirib kelib yashab bersangiz bo'ldi. Men o'zim havas qildim, haqiqatan juda ham zo'r nastroyka ekan. Tashqi fasadlarni ham video davomida ko'rib o'tib ketasiz. Bu yog'imizda mehmonxona joylashgan. Ixchamgina, kompaktli, mягкий zonasi o'rnatilgan. Mana bu joyda televizorlari chiroyli qilib o'rnatib qo'yishgan ekan. Xo'p, mana bu joyimiz esa detskiy yotoqxona. Bitta bola uchun hamma sharoitni chiroyli qilib yaratib berishgan. Mana bu yoqda esa kattalar yotoqxonasi bizni kutib oladi. Buni qarang. Oppoqqina. Duh spanli shkaflari. Bunda ham konditsioner alohida o'rnatib qo'yishgan ekan. Xo'p, 78 kvadrat metrni tashkil qiladigan bu xonadonimizda 7 qavatli binoning 4-qavatida joylashgan. 139 ming AQSh dollari so'ralyapti. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, opsiyada nomer qoldiraman, batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.